Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Bilqut shirkatida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anlatildi. Uzundan uzunga suzilgan vaz nasihatlarini oxirlashtirgan Hidoyatullo Eshon beshini töven selib o'tirgan namozxonlarga tamanno ilkida nazar tashladi. Eshon xon xo'jamdan ikki kalima so'z ilishdan ko'nglimizdagi chigishni yeshib olishga mumkin bo'ladimi? dedi o'tirdagi sapda o'tirgan 60 yoshlar chomisidagi bomba soqol, o'lima sifat bir kishi o'rnidan turib, Hidoyatullo Eshonga tavazzu bilan salom berdi. Maqtash sadolarini ta'ma qilib turgan Hidoyatullo Eshon tuyuqsiz so'ralgan bu savoldan bir oz xudiksirdi. Shundaqdimi o'zini tamkin tutishga tirishib dedi. Qani xo'sh. Nom sharaflari kim bo'ldi ekan? Azizona Qashqar raiyati fikrni Polta A'lam deb ochishur. Nom sharafini oddiyli aytib berdi bomba soqol kishi. Polta A'lam degan ismni anglab Hidoyatullo Eshonning a'zoyi tikanlashdi. U Sultan Ismoilxon davrida Qashqarda noib amir bo'lib turgan Mirza Haydar Do'g'lajining suhbatida Polta A'lam bilan bir necha qitim munozirlashib dakkisini yegan edi. Oradan 10 necha yil vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Polta A'lamning chiroyini unutib qolgani bilan ismini unutib qolmagan edi. Buxoro, Hindiston, Bag'dodlargacha berib ilm tahsil qilgan Polta A'lam shu topda Hidoyatullo Eshonning manmanchi, ko'rang yurikini mo'jivatgan edi. Baya Eshon xon xo'jamning og'zidan riyozat, qanoat, sabr, munoyimlik, itoat, g'azab bobidagi yaxshi xuluqlar jumlasidan nasihat kalimalarini anglab to'liq hayrat qoldi. Albatta, har qanday inson vujudida ul yaxshi xuluqlarni yetildirmak iymoniy vojibdir. Hayrat qoldikki, Eshon xon xo'jam büyük saltanat taxtida barqaror bo'lgandan beri qutbul aqtoblik unvoni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hurmat inovati darajasida ko'ptirib etildi. Musulmonlarchilik farz vojibotlarimizda shariat ahkomlaridan ko'ra tariqat ahkomlari ko'p targ'ib qilindi. Masjid, madrasalarimiz, xoriqa, tunakxonalarga o'zgartirildi. Buni duosi nemikin? Pirlarning jazabi tajalliyoti murshidlarga boqiy olamning sir asrorlarini bildirib, saodat yo'liga boshlab haqqa yaqinlashtirdi. Shariat bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hukmi. Tariqat bo'lsa Allohning hukmidir. Payg'ambar Allohning hukmi orqali shariat elib boradi. Shundoq ekan, eslacho Polta Allohning hukmi cho'ngidi yoki payg'ambarning hukmi cho'ngidi? Hidoyatullo Eshon Polta A'lamning javobini kutmasdan namozxonlarga yuzinib so'zini davomlashtirdi. Ey musulmon ummatlari, ey saodatman suluk ahlilari, shuni sabinglarda mahkam tutinglarki, Allohning hukmini tutmoqlik vojib. Allohning hukmi bo'yicha ibodatga mashg'ul bo'lmoqlik farzdir. Birov payg'ambar alayhissalomdan islom nimadir deb so'raganda, Janobi Rasululloh islom degan Allohga shak keltirmaslik, payg'ambarga shak keltirmaslik, Kalumullohga shak keltirmaslik, farz namozlarni o'qish, farz zakotlarni berish, Ramazon ro'za tutish deb javob bergan ekan. Allohning hukmini tutmoqlikni irodat qilgan saodatman suluk ahlilari bunda oddiy javob asoratida qolsa, haq visoliga zinhor yetanmas. Masjid degan payg'ambar hukmi irodatining ibodatgohidir. Gerçi u Allohning uyi sanolsimi, xobigohi emasdir. Xoniqa bo'lsa Allohning uyi xobigohidir. Masjidda farz namozlarni o'tmakdan o'zga faoliyat elib qo'yil bo'lmas. Xoniqada bo'lsa, u farz namozlarni o'tgandan so'ng halqa suhbat so'rini qurg'ili, zikri samolarni saqili, haq taoloning ishqida jarri tortqili bo'ladi. Kemersiki, xoniqada Allohning hukmi irodatida ibodatga mashg'ul bo'lib samo selib,
kök qo'l uzitib iltijo qilsa, haqqi oson oluşur. Ol kalimalarning dalili nima ekan Eshonxon xo'ja? Dedi Palta A'lam qoyil bo'lmagan holda. Dalili shuki, dedi Eshon texmi qizirib so'zlab. Bir musulmon qavm masjid o'zira namozga mashg'ul bo'lib o'tirar edi. Yo'ldan o'tib ketib qolgan bir mushrik Yahud masjidda nima faoliyat bo'lganligini bilmak tamasida bo'siq otlab kirdilar va namozga mashg'ul bo'layotgan musulmonlarni ko'rib, "Ha, shunchalik ishkan-ku" dedi-da, yana bo'siq otlab orqasiga yandilar. Mahshar kuni munkir nakirlarning so'roqida heliqi mushrik o'zining bir navbat masjidga kirganligini pokit keltirib da'vo qilgan bo'lsa-mu, masjidga kirganligini nazarga elinmay, yanala vaylun do'zaxga band qilindilar. Ammo bir to'p suluk ahli xoniqa o'zra zikri suhbat, halqi samoga mashg'ul bo'lib, Allohning nomini yod etib, jarri tortib o'tirar edi. Yo'ldan o'tib ketayotgan yana bir mushrik Yahud suluk ahlining haq misolda faryod urib tortayotgan jarrisiga qiziqib, xoniqa bo'sig'isiga keldilar va bo'siq otlab kirmay, beshini xoniqaga tiqib qaridilar. Hamda o't kavob bo'lib qiziyotgan jarri samoga ko'nglim g'oyil bo'lib, beshini jarri samo ritmiga moslashtirib g'ingshitdilar. Mahshar kuni o'l mushrik beshini xoniqa ichiga tiqib, bir necha martaba g'ingshitganning savobi uchun xoniqaning sirtida qolgan teni vaydun do'zaxga band qilinib, xoniqa ichiga kirgan beshi jannatul rizvonga kirishga musharraf bo'ldilar. Palta A'lam Eshonning keltirgan bu dalilga qoyil bo'lmaganligini bildirib, beshini istihzo bilan chayqadi. Onliq qanday hikoyatni dalil o'rniga dastlab kelib bo'lmas Eshon xo'jam. Shunisi har qachon yodinglarda bo'lsinki, payg'ambar demaklik Allohning betahqiq elchisidir. Avliyolar martabasi payg'ambarlar martabasiga zinhor tanish emas. Yengilishdilar Palta A'lam. Shu topda janoblaridan kufurlik ketdi, darhol to'g'ri qilsinlar, dedi Hidoyatulloh Eshon so'r ko'rsatdi. Allah xosligi xo'jalarga xosdir. Payg'ambar alayhissalom Hiro g'orida Janobi Alloh bilan so'zlashgan chaqda bizning ruhimizmi payg'ambarimiz bilan birga Allohning so'zini eshitgandir. Payg'ambarning martaba iqbollari, avliyolarning martaba iqbollari barobardir. Barha deb do'stlarga Eshon pirning tarlab tapchirab ketib borganligini ko'rgan bir guppangchi so'pi. Hazreti Saidul Azab Abbas Xon Xo'jimiz Allohning amri bilan mu'min bandalarga pir nijotkor bo'lish uchun kelgan avliyodir. Dalilsiz safsatiga to'g'ri qilish joiz emasdir, dedi Palta A'lam elqi guppangchi so'pining do'st tortishlariga parvo qilmasdan Hidoyatulloh Eshonning ko'zlariga tikilib turib. Janobi Eshon Xon hazratlari u kalimalarini isbotlash uchun biror dastur kalom yoki sahobalarning kitob risolalaridan, hadis hikmatlaridan dalil keltirib bizlarni qoyil qilg'aylar. Ilm hikmatni xohlagancha zinhor bo'rmilab bo'lmas. Chunki ilm dunyoning izzati, oxiratning sharofatidir. Palta A'lamning so'zlarini anglab, Hidoyatulloh Eshon yeg'ri totlangan eshakdek janshib ketdi. Munozirlashaversa texmi rasvo bo'lib, jamoadagi ko'manlagan namozxonlar orasida yuzining to'kilganligini his qildi-da, o'ktamlik bilan Palta A'lamga til soldi. Bizlar kim? Qutbul Aqtob piri buzurukning so'zlarini yolg'on demoqchimisan? Imonsiz Palta A'lam. Pirga agashmoqchi yo'q. Pirni inkor qilishdan hayo qilsamchi munofiq. Kechirganlar hazratim, dedi Palta A'lam Eshonning haqoratlariga tamkinlik bilan javob qo'ydi. Shu topda jamoat oldida hayodan so'z echib to'limi yaxshi qildilar. Hayo deb ishda, so'zda adabga rioya qilmaslik aytiladi. Hayo dilni ro'shan qiladigan bir nurki, inson har doim shu ma'naviy nurning ziyosiga muhtojdir. Shariat buyurmagan, ra'iyat yoqtirmaydigan ishlarni qilmaslik, kishilarning izzat nafsiga tegadigan g'aybat, safsata, so'kish, yolg'on gapni, adabsiz so'zlarni so'zlamak zo'r hayosizlikdir.
yolg'on so'zligini al-ra'iyat kazzab deb ataydi. Muhtaram İshon Hazratimning u kalimalarini texi yolg'on deganim yo'qdir. Faqat kitob hadislardan dalil isbot talab qildim xolos. Munozara anglag'uvchini dalil isbot bilan qoyil qilur. Zinhor zulm haqorat bilan qoyil qilmas. Oyam fikrni imonsiz deb haqorat qildilar. Qur'oni Karimda yolg'onni iymoni yo'q kishilar so'zlar deyilgan. Ham yana payg'ambar Rasululloh vasallam yolg'ondan saqlaninglar, chunki yolg'on iymondan yiroqdir deganlar. Janobi Haq yer yuzidagi insonlarni tang barobar qilib yaratmishdir. Mansab va davlatiga, kuch-quvvatiga mag'rurlanib, birovning haq huquqiga ta'azzub qilmoq zulmdir. Birovni haqorat qilmoq cho'ng gunohlardandir. Sana o'xshash dahri murtadni haqorat qilmoq gunoh emas, savobdir, dedi Hidoyatulloh Ishon tishlarini o'chirdi. Aslida bizlar kim Qutbul Aqtob piri buzrukning qarg'ishidan hazar aylishing kerak edi. Endi o'z gunohing o'zingga. İlohim, o'zing bilan ismdosh tuz asrolarda o'lursan. Nopokkening pari-pari bo'lg'ay. Hidoyatulloh Ishon Palti A'lamni qarg'ab bo'lgandan keyin o'g'li Qashqar amri Yahyo xo'jining hamrohligida sufiy navkarlarini agashtirib, yon eshik orqali e'tikoh jamasidan chiqib ketdi. Uning orqasidan bir to'p sufiy darvishlar agashdi. Atse shanba kuni e'tikoh jamasida Palti A'lam qatorliq Qashqarning bir qism atoqli olim o'limalarining meyit namozi tushirildi. Palti bilan chanab eng vahshiy usulda parcha-parcha qilib etilgan bu jasadlar kepan o'rnida tikilgan jasad xaltasiga bir tag'or go'shtakli qochlangan edi. Meyit namozi o'qishga kelgan Qashqar xalqi inson qalbidan chiqqan bu vahshiylikdan qattiq cho'chidi. Zor yig'lab hozir etishdi. Ammo Hidoyatulloh Ishonning aqli ko'ta, bo'sh kallasi yo'q xalifa so'pollari, darvish divonlari bu fojiaga yechilmoqda yo'q. Mashoyixi mayon kashfi karomatha bisyor tizasit, inshab oxir bisyor olmonzor batar kuchtas deyishib, Hidoyatulloh Ishon pari buzrukning kashfu karomatini to'g'ron selishdi. Amaliyotda bu fojianing Hidoyatulloh Ishonning ijobul g'ayib deb atalgan yo'shurun qalli kesar jallodlarning jinoyatlik qilmishi ekanligini hech kim bilmaydi. Bilganlarimi og'izdan chiqarishga jur'at qilolmaydi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Sanju qishlig'i. Qashonliq bilan so'kuldab menayotgan ot ustida ezilib o'tirgan bu kishilarning turqidan xeli uzoq yerdan kelganligi bilinib turadi. Ular ancha tamtirmaylar Matshirib boyning qo'rosi oldiga kelib otlardan tushdi. Boy qo'rosining qo'sh qanotliq yo'g'on darvozasi ang'irqay uchiq edi. Bu 3 nafar yo'lovchining mo'ychiptaroq biri etining chulurini yana bir hamroyiga tutqizib qo'yib, bo'sig'izdan otlab qo'ro ichiga kirdi. Unini qo'yib berib toldi. Assalomu alaykum. Qadam yetdi, balo yetdiga. Shu hamon xizmatkor sifat 40-45 yoshlar chamisidagi bir kishi mehmonning oldiga chiqib salom berdi. Boy hojim bobo. Bor. O'zini nereden so'raymizga mehmon? Boy hojimga Ostondan birodarlar kelibdi deb xabar bersinlar, dedi mehmon to'ymi takabbur qiyofatda. Beparvo turqidan uning qo'ro egisi bilan xilali birodarchiligi borligi chiqib turibdi. Xo'sh begim, birdan ta'xir qilishqayla. Xizmatkor saroy ichiga kirib ketib, ancha o'tmay Matshirib boy bilan birga chiqib keldi. Soch soqollari tamomiy degidek oqirib, xilali qiyirliq yetgan Matshirib boy qaramoqqa xilali teman ko'rinadi. O gumonxo'rlik chiqib turgan ko'zlarini mehmonga bir necha daqiqa tikkandan keyin tuyuqsiz esik olgandek bo'ldi-da, shubha chiqib turgan chiroyiga pallada kulgi yugurdi. "Oy,
Qutluk qadamlarga muborak bo'lg'ay birodar. Osmondan tushdimi yoki yerdan undilimi? Mashirib boy avval do'sti bilan, ondan uning darvoza oldida saqlab turgan ikki hamroyi bilan qizg'in qo'l elishib ko'rishdi. Hol ahvol so'rashdi. Qani, saroyga marhamat qilishqaylar. Aziz yarallar, dedi Mashirib boy mehmonlarni ichkariga taklif qilib. Mehmonlar hashamatlik bezalgan saroyga kirib, tovar ko'rpida ustida joylashib o'tirib olgandan keyin fotiha qilib, Allohu akbar deb yuz sipashdi. Ondan o'rinlardan turib, sahib xoni bilan qayta tinch omonlik so'rashdi. Uningcha yana bir yosh xizmatkor mis Abduva va chilabchilarda mehmonlarning qo'liga suv elib, ipak lungi tutdi. Ondan har bir mehmonga bir piyoldan sinchoy qo'ydi. Sinchoydan keyin dasturxon selib, bir necha patnus qand kezak, ho'l quruq yal yemish va o'xshitib yiqilgan qotlamalarni dasturxonga tizibdi. Qani, aziz yarallar, mazzaga beqissalar, dedi Mashirib boy mehmonlarni choyga taklif qilib. Mehmonlar tuzut qilib o'tirmayla qo'llariga ushtigan nondan bir parchadan elishdi-da, xushpuroq dori darmaklar bilan damlangan choyga bir kallakdan novat selib, g'izalnishni tutindi. Uzoq yo'l yurib, qo'rshiqqa oshgan bu mehmonlar mezilik pishirgan qatlamini ishtiho bilan yeyishdi. Xo'sh, ostondagi yaralarning ahvoli qanaqa? So'radi Mashirib boy mehmonlarning piyolasiga mis chaynakdan choy jiqlab qo'ygach. Qadr ahvol, dedi to'rda o'tirgan chor soqol mehmon javob berib. Murtad Hidoyatulloh ishonning so'lik taqibidan xotirjamlik yo'q. Yer yuzini qurt qo'ng'izdek qoplab ketdi. So'lki ishqi yaxarlarning hayosiz hangrashlardan hech bir oromchilik yo'qdir. Buni va Sanjuga hijrat qilishimizning bahosi shuki, Janobiy Balogardan pir buzurkimiz Doniol xo'jamning didor muloqatida bo'lib, ta'lim farmoyishlarini anglashdir. Mashirib boy mehmonning so'zlariga ya oq, ya ko'k deb javob qaytarmay jimni o'ltirdi. Sohibxonning indamay o'tirganini ko'rgan mehmon betoqatlik bilan yana so'radi. Shu topda Janobiy Balogardan pir buzurgimiz bilan tezroq didor muloqati bo'lsak deymiz. Hazrati Balogardan pir buzurgimizning poy qadamlari texnichila Sanjuga yetmadi, dedi Mashirib boy parvosizlik bilan. Bu qanday ish bo'lib ketdi o'zi? dedi Charsoqol mehmon tashvishlanib. 2 oy muqaddam Balogardan pirimiz Dahibiddin bizga xabar berib, Sanjuda jami bo'yish to'g'riliq farmoyish qilgan ekan. Piri buzurkimizning ul muborak farmoyishnomasi henimi yollarda bormikan birodar aziz? Mashirib boyning turqidan to'limi ehtiyot qilayotganligi bilinib turadi. Albatta bor, dedi Charsoqol mehmon va salisining qetidan bir parcha xatni elib Mashirib boyga tangladi. Mana qarasizlar, Balogardan piri buzurgimizning muborak muhrini besiqlatdi. Mashirib boy xatga sinchilab qaragandan keyin chiroyida bir dillik xotirjamlik kulgisi jilva qildi. Qani, marhamat qilgaysizlar aziz yarallar, dedi Mashirib boy o'rnidan dastur. Balogardan pirimiz shu topda yo'linglarga talmirib o'tiribdi. Charsoqol mehmon bir oz ta'jiblandi. Oy, taqa boyli hazratlari, aziz yarallar, zinhor ko'ngillarga olmasinlar, dedi Mashirib boy mehmonlarga tavazzu bilan egilibdi. Mal'un oppoq xo'janing xufiya payliqchilarining nopok qadamlari Sanjuga qadar yetganligi uchun har bir ishdan ehtiyot qilgan bo'lib qoldik. Balogardan piri buzurkimiz ul muborak farmoyishni ko'rmagicha har qanday odamga ko'rinish qilmaydiganligini bildirgan edi. Rast. Ehtiyot qilmoqlik afzal. Yaratgan egam ul Balogardan pirimni o'z panohida saqlag'ay. Mehmonlar shundoq deyishganicha tomoqqa qisqili duo qilib o'rinlaridan turishdi.
Мәчеріп бай ularni atrofi egiz tomlar bilan qo'rshilgan chat cho'risiga ko'z yetkisiz bog'ning o'ttirsiq selingan bir imoratga boshlab keldi. Qo'yuq mevelik dal daraxtlar bilan qo'rshilgan bu imoratni 10 qadam nerda ilg'i qilg'il bo'lmaydi. Balagardan tarib o'zirkimiz bir haftadan beri mush yerda istiqomat qilg'ach, siz aziz yaralarning yo'liga qarawatgan edi. Dedi Мәчеріп бай mehmonlarni uyga boshlab kirgach. Qani, ishkirga marhamat qilsinlar. Maxtumzodimiz qaznaqda. Toshqirdagi oyoq shapsini anglab, bir oz sagihlashgan Daniyal xo'ja bo'sig'i otlab kirayotgan bu kishilarni ko'rib, xotirjamlik bilan o'rnidan turdi. Assalomu alaykum, balagardan piri. Mehmonlar Daniyal xo'jani ko'rib, yugurib borganicha oyog'iga yiqilib, putini quchoqlab turib, o'rkirab yig'lashga boshladi. Qisqa yastilgan qop-qora soqollari chiroyiga alohida so'lat beg'ishlab turgan Daniyal xo'jimi bu sadoqatman mo'tlarini ko'rib, ko'ziga milli yosh oldi. Qoznaqning ichini bir pas yig'izlar qopladi. Eliqi ish mehmon Daniyal xo'jining ishtining pushqig'ini, choyi yaktikining peshini va sadabdan ko'z qo'yilgan ishonchi ko'mish uzuk shelangan qo'llarini bir-biridan qizg'inib turib so'yatdi. So'yib turib yig'laydi. Yig'lab turib, necha yildan beri sulki ishqiya mo'rtlari tarafidan tortgan xo'rliqlarini dotlaydi. Ko'zlaridan bo'rindek yosh to'kilib turgan Daniyal xo'ja ularga tasalli bergach, har birini bir qatimdan quchoqlab bag'riga bosdi. İşan pirining shu darajada ko'rsatgan eng oliy himmatidan ta'sirlangan bu ishoqiya mo'rtlari hayajon va cheksiz baxtiyorlikdan erib o'shidan ketayli deb qolgan edi. Ular o'pkidab turib asta-asta esiga kelishdi. Xo'sh, ul Malika Muhtaram xon og'chi bilan muloqot bo'lishlari qanday bo'ldi, Ma'sum xalifa? So'rdi Daniyal xo'ja suhbatni asli muddaoga bo'rash maqsadida texnikchilar xirtildavatgan chorsoqol mehmonga qarab. Marhum Sultan Muhammad ibn Bahodir xonning o'limi haqidagi badgumonimiz xon og'chi Malika Muhtaram xonimning gumoni bilan bir yerdan chiqdi. deb so'zlashga boshladi Ma'sum xalifa. O'z vaqtida tanqini ko'p anglagan bo'lsaqmi, muloqotda bo'lolmaganligimiz uchun ancha ishonmagan ekanmiz. O'zi bir ojiz bo'g'ini bilan to'liq qahrlik mazlumkan-u. Shu topda Ma'sum xalifaning ko'z oldiga Malika Muhtaram xonim bilan ko'rishgan manzara birma-bir namoyon bo'lishga boshladi. Shu kuni Daniyal xo'janing muddaosini bildirib, o'zining ayoli orqali Malika Muhtaram xonimga xat kirgizgan Ma'sum xalifa yana ayoli orqali javob xat topshirib oldi. Hatto Malika Muhtaram xonim o'zining juma kuni Ostona ko'chasini aylanishga chiqadiganligini. Shu vaqtda Ma'sum xalifaning ayolchi kiyinib, yuziga chumparda selib, mulozim kenizaklar orqasiga kirib olib, birlikda haramga kirishni xazinasi. Odatda juma kuni Ostonadagi 7 yoshdan yuqori barliq erkaklar juma namozi o'qish uchun masjid, jamilarga boradi. Agar bu kuni Hidoyatulloh Ishon xon xo'jining og'chi shahbonolari ko'cha aylanmoqchi, narsa kerak setib olmoqchi bo'lsa, butkul shaharga jakarta chiqaratida barliq savdogarlar, tijoratchilar saroy, do'kon, yoymillarini o'chib qo'yib qo'yadi. Og'chi shahbonlar bu egisiz do'konlardan o'zlari xohlagan narsalarni elib, ixtiyorcha pul puchak tashlab qo'yadi. Ayol kishi siyoqida yasangan Ma'sum xalifa juma kuni bemalol holda Malika Muhtaram xonimning xizmatkori qatoriga qo'shilib oldi-da, haramga kirib Malika Muhtaram xonim bilan maxfiy suhbatlashdi. Jannat makon xon akamning beajal o'limida albatta Ishon xon xo'jam hazratning qo'li bor, dedi yuziga nepis qora hili ro'mol silib olgan Malika Muhtaram xonim Ma'sum xalifaga iltifotsizlik qarab. Buni Maxtumzoda Daniyal xo'jil emas, Ostondagi aqli o'shi joyida odamlarning hammasi biladi. Ammo hech kimning og'zidan chiqargudek jur'ati yo'q. Bilmadik, Daniyal xo'ja hazratlarining muddaosi nimiki?
Janobi murabbilari o'z nisibasiga shukr qanoat qilmay, Janobi xon oliylarini qaslab o'ltirayotgandan keyin saltanatni o'ngchi egilib oldi. Hatto saltanat uchun nurg'un ajr to'pi ko'rsatgan muxlislarini saq qo'ymadi. Bu ahvolda o'rdada Janobi xon olchidan o'zga ishongudak, marhum xon oliylarining qisos intiqomini elishga hamdamda bo'g'idek bir ishonchlik odam qolmadi. Bizmidik. Xon olchining bu qisos intiqomni elish muddaosi bormiki? Marhum Jannat makon akamning qisosini elish men uchun hech gap emas, dedi Malika Muhtaram xonim kaskinlik bilan. İnşan xon xo'jining ajli hamon mening qo'limda. Ammo oldiraqsonlik qilishga zinhor bo'lmas. Chunki saltanat boshpanoqsiz qolsa, elda tabriqchilik, boshboshliqlik ko'tarilib, avom ra'iyat zulm, yo'qsizlik asoratida qolar. Aziz farzandim Hasan xo'ja texnichilik kichik. Saltanatni hozircha uning zinhor tutqizg'ili bo'lmas. Oldiraqsonlik qilsak, Büyük Saidiye saltanatini qaytadan tiklash muddaoyimiz suvga chilishidir. Malika Muhtaram xonimning javobini anglab, Ma'sum xalifa bir oz umidsizlandi. O'rdada xon avchi oliylarining yaqinlari yo'qmidi? Kelgusida Hasan xo'jini padarining o'rniga xon sulton qilib tiklash muddaoyimizni qo'llaydiganlar yo'qmi emas? Lekin ular ancha ko'p emas, dedi Malika Muhtaram xonim hasratlangan holda. Shunga hozircha fursat navbat biz tarafda emasdir. Daniyal xo'ja hazratimga muddaoyimizni yetkazib qo'ysalar, bir mazgil puxta tayyorlik ko'rgaymiz. Avval tasarrufimizdagi shirki soqiya g'azotchilari jami bo'lg'ay. Bu haqda bir qism yurtdagilar bilan tuzishgan ahd-u paymonimiz bordir. Vaqt kelganda men o'rda ichidan, sizlar teshidan tang harakat qilamiz. Xo'sh, buni balogardan piri buzurgimizga tamomiy yetkazamiz, dedi Ma'sum xalifa qaytadan umidlanib. Buyuk Saidiya saltanatini qaytadan tiklash bizlarga sulki soqiya murtlarining muddaoyimizdir. Xalifaning bundan keyin haramga kirmaki to'lim xatarlikdir, dedi Malika Muhtaram xonim. Ağçılarının qo'liga dastak yetib beray. Har qanday ish kuchlar bo'lsa, bemalol kirib, men bilan ko'rishga. Himmatlarga hashqalloh xon ağca. Allah egan niyat muddaolarimizga yetkazib, ishlarimizni oson qilg'ay. Malika Muhtaram xonim oldin tayyorlab qo'ygan bir bo'g'chi narsani Ma'sum xalifaning oldiga qo'ydi. Bu aqchilarni maqsad muddaoyimiz uchun haj-xarajat qilsinlar. Qolganini ağçıları arkalık az-azdan çıkartıp durman. Daniyal hocamga salomimizni yetkizgaylar. Ma'sum xalifa ig'ir bir bo'g'ich ko'mish tangini qo'ltig'iga mahkam qisdi-da, qilin chumbardini qaytadan beshiga silib, Malika Muhtaram xonim bilan xo'shlashdi. Uni Malika qasrining bosh xo'jadori haramdan chiqarib qo'ydi. Ul Malikaning Murtad Hidoyatulloh Eshonga halol jib bo'lishga rozilik berishimi butunlay Saidiya saltanatini halokatdan saqlab qolish uchun edi, dedi Ma'sum xalifaning bayonlarini anglab bo'lgan Daniyal xo'ja so'z edi. Malikaning muddaosi shu bo'lgan bo'lsa, bizmo Saidiya saltanatini asliga keltirish tug'ishadini ko'tarib chiqaylik. Soqiya sulkimiz uchun buningdan o'zga najot yo'li yo'qdir. Ular Malika Muhtaram xonim bilan birlashib Oppoq xo'janing Eshon xonlik saltanatini yo'qitish haqida tun nisbigacha plan tuzib chiqishdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Shohinshi 9 poylik marmar shoh supidagi oltin taxtga geriyib o'tirgan Hidoyatulloh Eshonning xiyolchan ko'zlaridan o'y xiyollarining olli qayoqlarga parvoz qilayotganligini bilmoq tas emas edi. Shoh supisining ikki tarafidagi maxmal kuruslarda qo'l qo'yishtirib, xo'shamat ko'ylik bilan o'tirgan amirlar Eshon xo'jasining chiroyiga ta'magarlik bilan qarashyapti. Eshon xonlik saltanatida o'tirgan bu bir necha yildan beri
Xo'ja Hidoyatulloh Eshon bir oz yudab qolgan. Soch soqollarining qorisidan iqi ko'payib qolgan edi. Eshon bu aptini har qatim aynakdan ko'rganida afsuslik ilkida tortadi. Orda tiyuplarga, hukmalarga qeyrishning oldini oldigan. Oqirishga boshlagan soch soqollarini qaraytadigan. Kundan kunga zaiflashib ketib qolgan erligiga quvvat bo'lgan dorilarni yasashni buyurdi. Ammo yumron bo'g'imimizni, bo'g'i qani, kunda 3 vaqt yavatgan bo'g'a, ulay, digdichoq, boshqa qushqosh go'shlari Eshonning zaiflashib ketib qolgan teniga kor qilmayotdi. Bir qism teyuplarning qiz bola yurakni yashartib, badanga quvvat bo'ladi. Qiyirlikning oldin oladi degan qilchimi ilmiy asosi bo'lmagan hukmlarga qarg'ulachi ishongan Eshon haramini qizlar bilan to'ldirib o'tgan edi. Ammo armonga tushliq darmon yo'q degandek nurg'un qimmat baholiq quvvat dorilarning kuchi bilan ashu baxti qora qizlarning quchqida bir kecha yotgan Eshon atchi texmi ruhsiz, jonsiz holda o'rnidan turadi. Qo'llari titrab, ko'zlari charchoqlashardi. Eshonning g'emi yolg'iz bo'la emas edi. Dastlabda yavash, qanoatchan ko'ringan xalq Eshonning Jo'ng'or xoniga har yili topshiradigan haddi hisobsiz ig'ir o'lpanini o'z qaraliz topshirish uchun aslab solgan olg'on seliqlarga chidamay, pat-pat qo'zg'olon ko'tardi. Tayyor top Eshon xo'jalar xalifa so'plarning qat-qat seliqi. Zulmlardan xalq oppa xo'janing Eshon xonlik saltanatiga norozi bo'lishga, ilgirki Saidiya saltanatini seg'inishga boshlagan edi. Uningdan boshqa Sülki Saqiya murtlarining to'xtamay ilib qolgan qutratquliklari sababidan pat-pat yuz berdigan qirg'inchiliklar. Sülki Ishqiya murtlarining boy to'rlarning Eshon xo'jalarining uylariga o't qo'yish, mol mulklarini bulash, talash, o'ltirish voqealarini oppa xo'ja uchun yana bir bosh og'rig'i edi. Butkul haramni boshqarish huquqini o'ngchi changiliga ilib olgan Malika Muhtaram xonimning qattiq qo'llig'ida. Kiyim-kechak, yemek içmek ve başka xarajatlardan qisilishlaridan malikalik, xonzodlik esil nasabini pesh qilib turib, cho'ngchilik, akavorlik qilishlardan joq to'ygan boshqa xonish banolarining og'chi to'qonlarining dodxo'rliklarini Eshonning ko'ngil oromini buzib turadi. Shu kunlarda Oppa xo'ja podshoh bo'lishning so'lik peshvosi bo'lishdek saltanat so'rg'anning so'lik tavratgandek uncha oson ish emasligini tushunib yetgan edi. İlgirki xon sultonlarmi mushunda g'am andishida yashagan bo'lg'iydi. Insofsiz Jo'ng'or xon xo'jamga har yil avatadigan o'lpanni vaqtida yo'lga solmasa, texi xopiliq. Ul xopiliqdan qechib qutulmoqmi tasdiqi. Shundaqli g'azab qilsa, Yajuji, Majuji lashkarlaridan boshlab kelib, bu saltanatni mendan so'yib elib, boshqa bir kimni xon qilib tiklashga o'ran turdi. Kim biladi? Eron qaburg'adan Sulton Ismoil xonni akilib, qaytadan xon qilib tiklab qo'yamdi texi. O'lpan xarajat uchun ra'iyatdan seliq yig'imsaq tex qapili. Ha desa, Sulton Ismoil xon zamonida monchilik podshohlik seliq topshiratdi. Eshon xo'jamning zamonida hassalab eshib ketdi deb dodxo'rlik, sarkashlik qilgan. Zulm sasak jenidan to'yib g'alyon ko'tirgan. Sülki Saqiya murtatlarining qutratqulik qilib tergan xobiligi uningda yomon. Ancha kim targ'ibotlari orqali u nodon ra'iyatning ko'nglini moya qilishga aron turdi. Butkul elni fitna bosib qoplab ketdi. Saltanat suri bilan bo'sh turmoq basli mushkul bo'lmoqda. Qaysi bir amirning qattiq yo'tilib ketishidan esi kelgan Eshon darhol xiyoldan bosh ko'tarib, og'ziga qarab turgan amirlarga yuzlandi. Xo'sh, Jo'ng'or xon xo'jam dargohiga yo'lga soldigan haj xarajat albatla tayyor bo'ldimi? Yo'qsa xon xo'ja, dedi bojchilik amiri qo'l bog'lab turib. Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ayki,
qori musulmon sulki soqiya murtatlarning quturtish bilan bir qism iymoni so'z gadankash ozg'unlar xon xo'jamning muqaddas farmoniga sarkashlik qilib avvansizlik topshirishdan bosh tortib g'alyon ko'targanligi uchun saltanatimizning himoyachisi yo'lanchiki Mo'g'ul xon xo'jam dargohiga avatilgan xarajatlarning oron deganda 20 taq bo'ldi. Kam kutisini yig'ishga lashkari divoni hamkorlashib lashkar chiqamasa, jazoq divoni hamdamda bo'lmasa, qoldi xarajatlarni pot yaqinda tayyor qilolmasmizmi-ki? Zangi bosqoq degan to'li oldirtibotdi. Dedi Hidoyatullo Eshon taxtning yenidagi bo'sh turgan shahoni kursga ehtirom bilan qarab qo'yib. Bu ishlarga lashkari divon bilan jazoq divoni hamdamda bo'lsin. Yorliqqa sarkashlik qiluvchilarga qilchilik sil rahim qilmay qolus elinib, boshqalarga ibrat qilinsin. Navoda ul xarij xarajatlar vaqtida qanlanmasa, janobiy amirlarning xazinasiga murojaat qilishga majburmiz. Hidoyatullo Eshonning oxirgi so'zlarini anglab, amirlar chayon chaqqandek cho'kishdi. Gerçi ular Hidoyatullo Eshonning bu dunyoning kuchak puliga arzimaydigan maishatlardan kechish targ'ibotiga tang do'stat berishgani bilan hamyindan bir tanga pul xashlab qolgan kuni ichib Aşı bir tenginin o'rnini 10 tenge qilib to'ldirmoqcha ko'ngli hargiz oromga tushmaydi. Shunga Hidoyatullo Eshonning kamlab qolgan xarajatni sallardan olaman degan ma'nodagi so'zlarni anglab, jon iymonlari chiqib ketdi-da, har amallarni qilib, xalqdan seliqni to'liq yig'ish niyatiga kelishdi. Xo'sh, sirtda qanday gap so'zlar bor? So'radi Hidoyatullo Eshon yoshi begiga qarab. Janobi ona hazratimga ma'lum bo'lgan, dedi Kosa toz chiroy amir o'rnidan turib. Har qaysi yurtlardagi xufiya payloqchilarning yo'llagan ma'lumotidan qaraganda, Qog'iliq, Sanjo, Qarqash qatorliq yurtlarda soqiyachi ozmalarning yig'ilishlari ko'payib qopti-da. O yurtlardagi taqiqni kuchaytirish xususida yurt baylariga ma'lumot yo'lladi. Ostondagi ra'yatning ahvolichi. Ostondagi ra'yatning ahvoli hozircha xilil tinch. Ammo qabligohning qarg'ishi uchrab, farmonlari bo'yicha anbadan qilinib, dargohlardan haydalgan Supi Babo Rahim Mashrab Ostona ra'yati orasida dahri nazmlarni o'qib, xon xo'jamga va sadoqatman sulkimizga til takkizmoqda. Ul ra'yatning orasida ul riyokor Supining hurmat inovati haslab oshmoqda. Avam uni Shoh Mashrab deb avliyo deb ulug'lab ixlos qilmoqda. Shoh Mashrab avliyo o'zini birdan bir avliyo sanab kelgan Hidoyatullo Eshonning yuragi hasaddan ochiq echishdi. U murtatning yozg'ini qandoq dahri nazmin aka? Yochibay qo'ynidan bir necha varaq qog'ozni elib, oppoq xo'ja uzatdi. U dahri nazmlardan bir nechini xufiyalarimiz yezib olgan ekan. Xon xo'jam nazardan o'tkazgan. Qani, o'qisular, dedi oppoq xo'ja qopqini turib. Yochibega she'rni o'qishga boshladi. Xo'ja Said Bagu xon sardorilar barkor ise, zulm tig'in tez etarda har biri nomidor ise. Qosalab kazzab shayxlar bu vatanda bor ise, kufr eliga mashrabidek rahnamo paydo bo'lar. Yana bormi? She'rni anglab berishga toqat qilmagan Hidoyatullo Eshonning bu taaddisini tushunmagan yochibiga yana bir parcha she'rni elib o'qishga boshladi. Men salom qildim sana qilgan ishorating qani? Mardi haqni bilgali endi karomating qani? Bo'ldi maqbulun sening mardudki endi intizor. 72 bahsh etib olgan omonating qani? E'timodi qol etib qolding ora yo'lladi sen. Tinmayin shomu sahar qilgan tilovating qani? 7 marta haj qilib molingni sen taroj etib, dastigiri oxirat bo'lgan saxovating qani?
Bas takabbur aylading, qolding la'in va bastasi. Fathu nusrat topqali qilgan munojiting qani. Jumla rahti oxirat qilding bu shayton elchisi. Daftari ishqingni sarib ketgan xiyolating qani. Bo'ldi bas. Hidoyatulloh Eshonning g'azablik alfozini ko'rib, yotishiga qo'rqinchdan titrab ketdi. Vahima qoplagan Shohinshin sukutga cho'mdi. Qo'rqib ketgan boshqa amirlarmi dars o'rnidan turib qo'l bog'lashdi. Bu murtadning gunohiga to'g'ri qilmoqda yo'q. Yozgan mazmunlarga qarmamdigan. O do'zaxining to'g'risiga tilizini esolar. Ordu erkanlari Xon Eshon oppoq xo'jasiga nima deb tasalli berishni bilolmay hiparlab ketishdi. Buningdan ozgan 1 yil avval atoqliq shoir Mashrab Hidoyatulloh Eshonning haramidagi bir qiz bilan ish-pesh tortishib qolgan gunohi uchun Eshon piri buzurgning yuziga oyoq qo'ydi. Pirning nesivisiga ko'z tikdi degan gunohi bilan jazolanib, oqtiqilinib, sulpuduq martabasi elib tashlanib, orada ham xoniqodan qo'g'lab chiqarilgan edi. Shuningdan keyin qattiq norozi bo'lib, Hidoyatulloh Eshondan ishqiya silkidi. Sulpuduqdan ixlosi qaytgan shoir Sufi darvishlarni, ahli sulukni, Hidoyatulloh Eshonni inkor qilgan isyonkor she'rlarni yezib, xalq orasida tarqatgan edi. Bu ishdan ordu erkanlarining to'liq xabari bor edi. Ammo Hidoyatulloh Eshonga qaysi yo'sinda ma'lumot yo'llashni bilolmay beshini ichiga tiqib olgan edi. Shu topda taxtni qopqini turib o'tirgan Eshonning o'y xiyollari tinchsiz edi. Ana, buningdan xeyli yillar ilgirki Namangandan so'piliqqa kamolatga yetishni ko'zlab, Qashqardagi Hazrat xonaqohiga kelib, Hidoyatulloh Eshonga qo'l berib, murt bo'lgan Mashrab. Hazrat xonaqohidagi Sufi darvishlarning orasida chechanligi, so'zmanligi, nazmi masnaviy tuzashdagi chaqqonligi, ahli suluk ta'limotlarini o'zlashtirishdagi o'tkirligi bilan tezlik ko'zga ko'rinib, Hidoyatulloh Eshonning e'tiborlashiga, ishonchisiga erishgan Mashrab. Boshqa xalifa so'pilar, murt muxlislar Eshonning har bir so'zlari uchun Parimning amri Xudoning amri, Xudo haq, xo'jam haq deb qo'l bog'lab tursa, Mashrab soqol g'ishlaydi. O'tkir, ma'nilik hajviylar bilan Eshonning oldida o'zini erkin tutadi. O'ziga cheksiz ixlos bog'lagan bu yoqi yurtliq murtning har bir harakatlari, so'zlari, xuy odatlari Eshonga boshqacha yiqishliq tuyuladi. Har qanday jarri samo suriniga Mashrab qatnashib qolsa, xuddi bir parcha o't yolqin boshlab kelgandek bo'lakchilik qizitib o'tadi. Yeni nazmlar bilan halqi suhbat ahlini Hidoyatulloh Eshonni hayajonga soladi. Shunga Eshon Mashrabsiz halqi suhbat so'rinlariga, ixlosman murt muxlislarning mehmondorchiliklariga bormaydi. Shu topda Eshonning ko'z oldidan Mashrabga munosabatli ko'rinishlar bir-birlab o'tishga boshladi. Ana, Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Mashrab qatorliq bir to'p Sufi darvishlarni agashtirib ketib boradi. Darvozasi oldida xizmatkorini urayotgan boyga ko'zi tushdi. Bu boy Hidoyatulloh Eshonning ixlosman murtlaridan edi. Boy Eshonni ko'rib, darhol oldiga kelib salom berdi. "Ey zotul aqtodir, bu qo'l nima gunoh qildi? Nima ancha zulm azoblaysan buningga?" so'radi Hidoyatulloh Eshon. "Janobi Qutbul Aqtob piri buzurligimga ma'lum bo'lg'ay", dedi boy qo'l qo'yishtiribdi. "Bu tuzkor qalanda 100 tangaga olgan org'imqimga to'qi-po'qi yigizib o'ltirib qo'yibdi." Boyning javobini anglab, Hidoyatulloh Eshon bir nima deb bo'g'icha Mashrab oldirab so'radi. "Ha, boy aka, otang bormi?" "Yo'q, otam yo'q", dedi boy Mashrabning nima maqsadda bu savolni so'raganligini bilmay. "Ha, nega ketdi?" "Jannat makon padarim o'lgandir. Allohning dargohiga ketgandir." Boyning javobini anglab, Mashrab yana oldirab so'radi. "Etchi boy aka, 100 tangaga olgan org'imiqing to'qi-po'qini yeb o'libdi. Undaqda
Atang kimning pulini yeb o'lgan? Mashrabning kutmagan yerdan qo'ygan savoliga boy qizdirib totirib nima deyishni bilolmay turib qoldi. Hidoyatullo Eshon bo'lsa ichidan istab kelgan kulgisini yo'shirishga tirishyapti. Ana, Hazrat xonxosida jarri samo qizimoqda. Qo'liga minguz dastalik sapoyini ilib olgan mashrab halqa bo'lib o'tirgan sofi darvishlarning o'tirsida Hidoyatullo Eshonga qarab tizlanib o'tirib, Eshon pirining o'ziga ko'rsatgan cheksiz mehribonligiga hamdu sano aytish, tariqatda kamolatga yetish, ma'rifatning cho'qqisiga chiqish istikini bildirib, Eshon pirini madihlab yozgan nazmisini o'qimoqda. Ro'zi Musoq köy dedi. Köyden yandım, köy buldum. Yolda yatkan har erdim. Nazar tapdım, göl buldum. Cami şarap izledim. Bihamdullah mol buldum. Bir egisiz it edim. Ege tapdım, kul buldum. Tuttum makam hayretten, men de hayret kalmadı. Tuttum pirinin etagin ahiri yoluğa başladı. Yolda kalgan gumrahne Abba hocam hoşladı. Kimki kirdi bu yolga özlükini taşladı. Yarı bilen ah orup iki gözünü yaşladı. Tınmay eytayı senasın habi xaplat kalmadı. Şu tapda köz aldıdan bir ötüvatkan bu görünüşle Hidoyatullo Eshonning yürükini her çakkandek yetiştirip azaplaydı. O Mashrabning ayni chog'da o'zini madihlab yozgan her nefesi mende var, qildi medet oppoq hocam. Radiflik g'azali bilan baya yotshibiga o'qigan she'rlarni selishtirib edi, ichi lip-miliq zaharga to'ldi. Ko'zdan darhol yo'qitish kerak u murtadni. Hidoyatullo Eshon ko'ngliga pukkan bu maqsadini qandoqsiga o'llik deb solganini o'zini to'ymay qoldi. Vahima ilkida o'lli kerak tinishqimi petinolmay o'tirgan o'rda erkanlari dang'ida cho'chishdi-da, taxtda go'liyib o'tirgan xon Eshonga qo'rqimsirab qarashdi. Belqut shirkatida ovozlanib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallatxonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi